Har kuni kivi yesangiz, har kuni kechasi bir donadan kivi yesangiz nima bo'ladi? Birinchi haftasini o'zida yuzingizdagi отекlar, yuzingizdagi toshmalar ketishni boshlaydi. Husnbuzarlar, teridagi toshmalar ketishni boshlaydi. Ikkinchi haftasidan полный og'zingizdagi hidlanishlar, ovqat hazm qilish hammasi yaxshilanadi. 3-haftasidan sezilarli darajada vес tushishni boshlaydi. Vес rost mana tushadi. Bir oyda sezilarli 6-8 kilo ketishni boshlaydi. Ya'ni kivi, limon har kuni bittadan iste'mol qilsangiz, vesingiz kamayishni boshlaydi. Bu ilmiy isbotlangan. O'zimda ham -19 kilo. Mana shu kivi, limonlarni yeb har kuni -19 kilo ketyapti.